Birodarlar, hayotda Allohning yo'lini to'sgan odamlar bilan birga bo'lib qolishlikni hozirda ham Allohdan panoh istab so'ramoqlik kerak. Hozir biz Allohning yo'lini inkor qilgan, Allohning yo'lini to'sgan odamlar bilan birga bir tanishlik hosil bo'lib qolsa faxrlanib yuramiz. Bu yerda hali ahli jannat emas birodarlar. Arofda qolgan kishilar ham yuzlarini qaratishni xohlamaydi. Ularning yuzlarini kuch bilan burilganda ham Xudoyo shu zolimlar bilan birga qilib qo'ymagin deyshadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man ahabba qawman hushira fi zumratihim dedilar. Kim qaysi toifani yaxshi ko'rsa shularning jamoasida mahsharda turadi dedilar. Ularning davlatlari, ularning martabalari boshqalari bizni aldab qo'ymasligi kerak birodarlar. Allohni yo'lini to'sgan odamni kim bo'lishligidan qat'iy nazar zolim deb tan olib biz undan o'zimizni shulardan bo'lib qolmaylik deb Allohdan so'ramoqligimiz kerak. Tarixda gapirgan go'dak bolalardan Imom Buxoriy 3 kishini rivoyat qiladilar. Bittalari hammamizga ma'lum Iso alayhissalom. Ikkinchilari o'tgan payg'ambarlarda, ummatlarda Banu Isroilda bir ibodatlik kishi bo'lgan. Bu ibodatlik kishini namoz o'qiyotgan vaqtida onalari chaqirib qolganda u kishi ey Alloh, hozir namoz o'qiyotgan bo'lsam, bu yerda onam chaqirgan bo'lsa, javob qilsammikin, yo'qmikin deb o'ylanib namozlarda davom etgan. Ikkinchi va uchinchi chaqirganda ham shunday holatda turganlarda onalari bu kishining namoz o'qiyotganligini bilmasdan buzuq ayollarning tuhmatiga qolgan deb duoibat qilganlarda, shuning uchun ba'zilar nafil namoz o'qiyotgan vaqtida onasi chaqirib qolsa javob qaytarib qo'yib turib namozda davom etsinmi yo'qmi deganda ba'zilar javob qaytarib qo'ysin deganlar ham bor birodarlar. Bu kishini keyinchalik bir ayol bir bolani ko'tarib keldi. Bu bolaning dadasi shu odam deydi. Odamlar bunga ixlos qilib yurgan ekanmiz, bu buzuq odam ekan deb ibodatxonasini vayron qilib tashlashdi. Va o'zini o'ldirmoqchi bo'lib turishganda Allohga munojat qildiki, Xudoyo bu tuhmatdan meni salomat qilgin deb. Shunda Alloh subhanahu va taolo bolaga til berdi-da, "Dadang kim?" deganda, "Meni dadam falonchi cho'pon" dedi. Ular bilishdi, bu mo'jizani ko'rishdilarda, bu biz haqiqiy ixlos qilgan odamimiz, toza odam ekan deb o'zini ibodatxonasini qiymatbaho toshlardan bino qilib berishdi. Uchinchi tarixdan gapirgan go'dak bolalarning bittasini Imom Buxoriy mana rivoyat qiladilarki, bir ona o'zining bolasini ko'tarib turgan vaqtida buni hamma ota-onalari eshitib qo'ymoqligi kerak. Shunda bir odam juda dabdabalik holatda o'tib ketdi. Dabdabalik liboslar bilan, dabdabalik holat bilan o'tib ketdi. Shunda hamma ota-ona o'zining farzandini xoromasdan shunday aziz bo'lishligini xohlaydi. Lekin aziz ma'nosi nima ekanligini hamma bilavermaydi birodarlar. Juda ko'p izzat, azizlikni zohiriy holatga qarab turib baho beramiz. Shunda meni ham bolamni shunday aziz, hurmatli qilgin deb turganda boladan ovoz keldiki, Xudoyo shunga o'xshagan qilib qo'ymagin degan. Ona bolasidan bu tovushni eshitib hayron bo'ldi. Keyin ikkinchi bir holatda bir odamni kishallab, bog'lab, urib, liboslari xorizor bo'lgan holatda kaltaklab olib o'tib ketishdi. Tabiatan ota-ona farzandining bunday xorlik holatda bo'lishligini hech chidolmaydi. Xudoyo meni farzandimni shunday xorizor qilib qo'ymagin degan vaqtida boladan tovush chiqdiki, Xudoyo shunday aziz kishilardan qilgin dedi. Tekshirib ko'rilsa, u avvalgi mushrik bir dinsiz ekan. Keyingisi din yo'lida kalta yeb ketayotgan kishi ekan. Biz ham arosatda qolib qiyomat kuni
Xudoyo shu zolimlar bilan qilib qo'ymagin deydigan soatgacha borib qolmasligimiz kerak. Hayotda Xudoyo shu zolimlardan qilib qo'ymagin deyishlikni biz hayotda aytolashligimiz kerak. Qanday holatda bo'lsak ham o'zingni diningga bo'ysunadigan, hukmingni qiladigan aziz bandalaringni safida qilgin bizni deb dunyoda ham chin qalbdan so'rab shunga amal qilib o'tmoqligimiz kerak. Ota-onalar ham zohiriy narsalarga aldanib, bu narsani shu meni farzandim ham shunday bo'lsin deb azizlik tarozisini o'zining nafsi havosi bilan o'lchamasligi kerak. Allohning azizlik uchun qurib qo'ygan tarozisi bilan o'lchab ko'rmoqligi kerak. Qul falillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Azizlik Allohga xos, Allohning rasuliga xos, Alloh rasuliga iymon keltirgan sodiq mu'minlarga xos. Lekin qalbida nifoq bo'lgan vaqtida bu narsaning izzatni bu ma'nosini bilmaydi. Qaysi bir kishi izzat Allohdan boshqaniki desa, rasulidan boshqaniki desa, mu'minlardan boshqada azizlik bor desa, bilsinki qalbida munofiqlik paydo bo'libdi, munofiqlar safidan o'rin olibdi. Mana bu soatda unday Allohning yo'lini to'sgan kishilarning zolim ekanligini biladi inson. Shu zolimlardan qilib qo'ymagin deb shu arosatda turishlikni afzal ko'radi. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. Arafda turgan kishilar to'satdan belgilari bilan tanigan, dunyoda martabada baland bo'lgan, ya'ni dunyoviy martabada moli davlatlari ko'plik bilan mashhur bo'lgan, ammo dindan bexabar bo'lgan, ularning belgilari bilan bo'lgan, o'zlarini kibr havo bilan o'lchab yurgan kishilarni ko'radi. Ularga qarab nido qiladi. Ma aghna ankum jam'ukum va ma kuntum tastakbirun. Bu sizlarning dunyoyilar sizlarga hech qanday foyda bermadi-yu. Qani sizlarning quvonib yurgan dunyoyilarni sizlarga foyda bergani? Va sizlar quvonib yurgan bu soxta martabalar sizlarga qani foyda bergani? Sizlar shun bilan takabburlik qilib yurgan edinglar. Sizlarga foyda bermadi-yu. Ular dunyosiga mag'rur bo'lib, shariat hukmini qilmay yurgan kishilar, o'zining martabasiga mag'rur bo'lib, shariat hukmini qilmay yurgan odamlar mu'minlarni yana o'zlarining bu xatolarga iqror bo'lishdan o'rniga mu'minlarni kamsitib yurishadi. Mana hozir hayotda shu narsani misolini biz har bir o'rinda ko'ramiz. Arafda turgan kishilar ularga xitob qilib, aha ulla illazina aqsamtum la yanaluhumullohu birahmah. Jannatdagi mu'minlarni ko'rsatib, mana bu mu'minlarmi? Sizlar qasamyod qilib aytardinglarki, Alloh bularga yaxshiligini, rahmatini yetkazmaydi. Rahmat bizda, mana dunyo, mana bizda dunyoviy martabalar bizda, Allohning rahmati mana bizga, eng yaxshi odamlar bizmiz deb, bular xorizor degan odamlar mana shu kishilarmi deb jannatdagi mu'minlarni ko'rsatiladi ularga. Sizlarga do'zaxda turishlikni hukm qilinsa, sizlar bularda hech qanday yaxshilik yo'q degan kishilarga xitob qilinyaptiki, udkhulul jannata la khawfun alaykum va la antum tahzanun. Jannatga kiringlar, qo'rquv bo'lmagan holatda, g'amginlik bo'lmagan holatda kiringlar deb xitob qilinyapti bularga mana. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni bizga dunyoda xabar beryapti. Bu oyatni tilovat qilayotganimizda, o'rganayotganimizda go'yoki biz dunyodan o'tdik-ku, bir tarafda ahli jannat, bir tarafda ahli do'zax, bir tarafda Arafdagi kishilar turibdi-yu, bu holatni ko'rib biz dunyodagi o'tgan voqealarni eslayotganga o'xshagan qilib qo'yadi. Mana bu Qur'oni Karimning o'zining mo'jizliklaridan bittasi mana bu narsadirki, bo'ladigan voqeani bo'lib o'tgandek
va o'tgan dunyodagi voqealarni suhbatlashilayotgandek qilib bizlarga shunday tushuntirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo ahli jannatlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo zolimlarni yomon ko'radiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini do'stini yaxshi ko'radiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo dushmanlarini dushman tutadiganlardan qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va